Birinchisi bu demen. Hozir materialini ko'rsataman. Sifatini ko'rsatib bo'ladi. Xitoy masalan nima uchun yozadi? Har xil variantda uzun yo'qlardan topish mumkin. İkincisi, hozir bo'lsangiz setkali krossovkalar modaga chiqdi-ku. O'shanaqa setkali krossovkalar. Ustida ip yo'q, shundaqa, lekin ichida barcha qattiqroq masdir bor. Mana bu joylari boshida oyoq barmoqlari tez chiqadi uchun sifatini ko'rsangiz bo'ladi. Shuning uchun juda chiroyli. Bu ham klient zakasi. Endi mahsulotimiz bu qo'shimcha. Ha, e'tibor. Bu shun. Bunaqa yoz uchun mo'ljallangan. Mana oyog'ini tagini ko'rsangiz bo'ladi. Chiroyli gifyotchasi bor. Shalabar. Bu shalabar. Bunga sirapga. Bunaqa gifyotchalari bor. Endi bunday narsa bo'ladi tikkanda, lekin hech qanday bir tikanada yirtilgan, boshqa qilgan joyi yo'q. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Даже mana bu frizilinga o'xshash narsa qo'yib tikilgan, qotib turishi uchun. Sifati zo'r. Endi materialni nomini bilmadim-ku, lekin yoz uchun mo'ljallangan. Bu erkeklar uchun. Bu boshqa. Bu ko'rsatilgan. Mana bunda tepasi korичневый va qora aralashgan. Yupqa material hozir sizga ko'rsataman materialning qandayligini. Yoz uchun. Yupqa. Ko'rsangiz bo'ladi. Mana tikilib aytaylik. Xitoydan nafaqat ayollarniki, bolalarniki, erkaklar uchun ham turli tuman narsalar topsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda avvalgiga nisbatan oversize, ya'ni semiz, do'mboq akalar uchun narsalar ham juda ham ko'payib ketgan. Oldinlari uncha bo'lmasdi, lekin oxirgi 2 yilda vibr juda ham ko'paydi. Mana bu ham masalan kattaroq vazndagi odam uchun taxminan 130 kg odamga bo'ladi. Bemalol ko'pga yozilib yoki taqdiri turli tuman narsalarni olsangiz bo'ladi. Bu detskiy obuvchani yana bir varianti ko'rsangiz bo'ladi. Rangi juda chiroyli. Oldinroq oq va moviy variantlardan olib kelib ko'rsatgandim. Buni rangi qizlar uchun juda ham nejniy. Mana sifati ajoyib. Bolalarning oyog'iga kiydirib yetish uchun qulay bo'lishiga mana shunaqa qilingan. Ichida nimasi bo'ladi? Mana ko'rsangiz bo'ladi. Sifatiga gap yo'q. Agarda kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa yoki o'rganishni xohlasangiz, Telegram orqali bog'lansangiz bo'ladi. Tepada raqamlarni qoldiraman. Hammaga rahmat. Yoqqan bo'lsa obuna bo'lib, like bosishni unutmang.